qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Yaponiyaning sobiq bosh ministri Shinzo Abe Yaponiya parlamentining yuqori palatasiga saylanishdan ilgari Osakaning sharqiga 20 ingliz mili keladigan narada saylam nutqi so'zlayotganda bo'yniga 2 qatim o'q tegib qaslab o'ldirilgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi davlat rahbarlari, tashkilot va qurilishlar, xalq vakillari orqa-orqadan ta'ziya uchurlarini yo'lladi. Amerika prezidenti Jo Bayden bu qotillik vaqasidan hayron qolganligi va g'azablanganligini aytib, Yaponiyaning sobiq bosh ministri Shinzo Abega ta'ziya bildirish kitobiga Bayden oilasi va butun Amerikaga vakolatan Shinzo Abe oilasi va Yaponiya xalqiga chin ko'nglimdan hissdoshlik qilaman. Men bosh ministerni muavin prezidentning turalg'isida kutib olganda hamda Yaponiyani ziyorat qilgan vaqtimda uning bilan tanishish sharafiga erishgan edim. Uning qaslab o'ldirilishi yolg'iz uning oilasi uchun emas, balki barliq yapon xalqi uchun va dunyo uchun bir yo'qotish hisoblanadi. Tinchlikparvar, qarorlilik insonni har kim sig'inadi deb yozdi va Shinzo Abening rasmining yoniga bir dasta gul qo'ygandan keyin ta'ziya kitobiga imzo qo'ydi. Baydenning bayonotida eng uzun vazifa o'tagan Yaponiya bosh ministrining erkin, ochiq, hindi tinch okean tasavvuri davomlashadi. Hammadan muhimi u yapon xalqiga cho'nqur ko'ngil bo'ldi va hayotini ularning xizmatiga bag'ishladi. U hujumga uchragan paytda demokratiya uchun xizmat qildi deyildi. Muavin prezident Kamala Harris, sobiq prezident Barack Obama va Donald Trump, shundaqla Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Angliya bosh ministri Boris Johnson, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an qatorliq bir qancha dunyo rahbarlari orqa-orqadan ta'ziya uchurlarini avatdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan 8-iyul kuni ta'ziya bildirib, Sharq Turkiston va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining kuchli qo'llag'uvchisi va do'sti olamdan o'tdi. Sobiq bosh ministr Shinzo Abening qaslab o'ldirilganligiga qayg'uramiz. Yaponiya va yapon xalqi bilan birga ta'ziya bildiramiz degan. Sharq Turkiston xalq jamiyatining qurg'uvchisi Abdurahmon Hasan apandimo ta'ziya uchurlarini axborot vositalarida ham bayirlagan edi. Shinzo Abe siyosiy hayotida 6 qitimliq mamlakatlik saylamda g'alaba qilib, Yaponiyaning davlat mudofaasini kuchaytirish bilan bir vaqtda Amerika bilan kuchli ittifoqdoshlik o'rnatdi. Dunyo Shinzo Abening o'limiga qayg'urayotgan paytda Shinzo Abening o'limi Xitoylarni orqa-orqadan xushallikqa cho'mdirdi. Bas-basda tantana qilishdi. Ijtimoiy axborotda bugun nihoyat xushallikqa to'lgan bir kun degandek suyunish. Necha qitim yig'lashga tayyorlanibmi yig'layolmagan edik. Hatto biroz kulayli degandek ta'nilar. Shuni alayda jakalayman. Mening ko'ngil etishim faqat saposimning tuvanligidan. Mening davlatim bilan aloqasi yo'q. Kechda ziyofat o'tkazib aroq ichayli. Bugun katta ziyofat o'tkazib, cho'ng-kichik, qari-yosh hammamiz dog'dug'lik bilan tabriklayli. Bu bir xush xabar. Ko'pchilik xotirjam bo'layli. Bugun oqshom cho'ng-kichik aroq ichib kayfini surayli. Yaxshi, xotirjam bo'ldik. Qutqizishning unum berishidan ansirayman. Bugun xushallikqa to'lgan katta bir kun. Bugun buningdanmi kishini xushal qiladigan bir ish bormi? Davlatga qilingan xo'rliq unutilmaydi. Ziyofat tortayli. Degandek qinqiniga patmagan xushallik. Birining o'lib ketishi xumorimizni besib turolmaydi. Yaponiyadagi erlarning hammasi o'lib ketishini umid qilman. 20 yoshdan tuvan yapon qizlarga avval bosqinchilik qilib, ondan o'ldirish kerak degandek shiddatli hujumni bildirilgan uchurlar va katta ziyofat bilan tantana qilingan rasmlar tarqalgan. Xitoy xalqidan tarqalgan bu uchurlar 200 Xitoy hukumatining nishonining yipichi. Turklarning tarixiy dushmani bo'lgan Xitoylar hozir turklar yanada eng dastlabki dushman bo'lishdek reallik ostida butun insoniyatning dushmaniga aylandi. Biz Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasi ostida qolgan Sharq Turkiston shundaqla barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turk xalqiga vakolatan Shinzo Abe oilasi va uning yaqinlariga, Yaponiya xalqiga cho'nqur hissdoshlik bildiramiz. Turk Cumhuriyetlerini o'z ichiga olgan dunyodagi barliq davlatlarni bu dushmanni tunib yetishini, Xitoy bilan bo'lgan har qanday hamkorlikni to'xtatishini, dunyodagi barliq davlatlarning birlikka kelib, dunyoning tinchligi, insoniyatning xotirjamligi uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun amaliy harakatga o'tishini talab qilamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.